Natiqlikni, ya'ni so'zlash qobiliyatimizni qanday qilib eng tez suratda yuqori ko'targili bo'ldi. 3 usul. Birisi 5 minutdan 3-15 minut, kunda 15 minutlik vaqt sarf qilsak, bir oydala yuqori ko'tarildi, unumini ko'ra olamiz. Eng oddiy, eng unumli usul ma'lum. Birinchisi anlap əgişib oxuş. Yeni siz özünüz yaxtırdığan bir natiq yoki bir dektor riyasatçı degəndəklərinin məlum bir filmini MP3 şəklində olsun amalı var. Yeni görünüşünü görsək və diqqət bilinib görmək, faqat anlasaq bütün zehnimizni yığalayımız ki, siz yaxtırdığan bir şunundak bir natiqlarning şu leksiyalarini anlap durub əgişin nait 5 minut. Senariyası qarmamaq, siz qarmay anlap durub ne degan bo'lsa, bunun əgişimiz deyək ki, əgişib sözləşik asaslı məqsəd bununki bir hissiyat, ovoz, intonasiya, urg'u, nafas kontrol qilish va ritmga moslashsiz mushlarni egallayalaysiz. Ikkinchisi yodlash, maqol tamsil, she'r, go'zal nasrlarni yodlash, yodiq o'qish va ovozli holatda. Bunimi 5 minut barbara ifodalaydigan so'zlaringiz, avoydu til qobiliyatingiz yuqori ko'tarildi. O'zingiz bilib bilmay tuymagan holatda. Endi uchinchisi keyingi 5 minut ma oldingi birinchi ikkinchisini birlashtirish. Birinchisida boshqa natiqlar ergashgan to'q, ikkinchisida o'zimiz yodlagan. Endi ma 3-qatimda o'zimiz yodlagan o'zimizning buni she'r yoki nasrlarimizni avyam ko'ngan ritm bilan intonasiyaga tushirib turib, ham aynakka yoki telefon qarab turib so'zlab mashq qilish. Bu ovozli holatda 5 minutda. Endi mana shu uchini kunda bir atdigan yoki kash olsun bo'ladi. Kunda 5 minut shu 15 minutlik vaqtni sarf qilsangiz, bir oydan keyin haqiqatan unumini ko'ra olasiz. 3 oydan keyin sahnaga chiqib so'zlasangiz bo'ladi tamamen. Danlar o'ylab baxmagan natijaga erisha olasizlar. Haqiqatan eng oddiy, eng unumli usuli. Balkim boshqa nutq so'zlashni o'rgatadiganlarning necha ming ko'ylik sinfiga kirsangizmi, shu usullarni o'rgatib qo'ydi. Yoki boshqacha usullarni. Kunda 15 minut 3 oy mashq qilib, yerli kekash tilingiz chiqmasa, kiminizdan bir o'zim davoltib qo'yaysiz. Yoqtirgan do'stlar, go'nji qo'lishni unutib qolmanglar. Rahmat.